Kızı var mı balanın ne var mı balan? Sekin var. Bitta o'g'lim bor. O'g'li akani bitta o'g'li bor. Huzura endi o'g'li kamini qiliga qarab ti ularga to videoga olyapti. Bo'ldi. Bitta o'g'li bor, ularga yo yana boshladi. Sekin shunaqa. Endi ularni bitta rahmatulloh qoldi. Lekin kim bo'lsa to'ra bitta rahmatulloh qoldi. Kim qoldi? Qay qo'ysin? Muhammad akam joyida mana. Qanaqa yo'l bo'ladi o'z joyiga. Oshni qachondan beri? Ularga hamma rahmatulloh ham kelsa aytadi. Bitta rahmatulloh qoldi. Men ma'da o'tirib turaman rahmatulloh. Aytayapsa bo'ladi. O joyiga o'tsin, Muhammad akam joyida. Нормальный стиков поле дом. Нормальный стиков как келе. Bo'ldi hop. Bo'shagan narsalarni olib, birovniki bo'lsa demayapman. Murodjon, davay. Nima qil? Bor. Men tarafiga o'tirib. Hozir Afzal Tojboyevning degan she'r aytaman. Ajraldim nima? O'zim garashida. Olib yeb gaplashib o'tiraveringlar. Yemasdan gaplashib, gaplashib. Ashuna foyda ko'proq bo'ladi. Sunnaki, Murod bo'ladi. Bo'lsa qahramonda. Murodjon ajoyib bo'ladi. Muborak qo'ygan aytmaydi. Bu ateş молодец. Ya Muratcan kim kalsana? İşte kızı var ha? İşte kızı var Muratcan. Muratcan mı? Nima da mashinada kelib qo'yishdi. Kuzini olib. Olinglar, olishinglar. Oshga ham hisob qo'ydi. Osh damlaymiz. Olinglar. Odam Udobno bo'lsa men xotin olaman. Berma. Xotinagin ku, ha? Xotin bo'lmaga. O'ylab qo'ydim, sizlar uchun. Amin. Shu qarzandni qilib Alloh yaxshi nima yaxshini maqsad qilib yetkazsin. Amin. Amin.
barchalarimizni Alloh taolo qiyomat kunida chiroyli o'zi mehmon qilsin. Amin. Hozirgi Is'hon qilgan Alisher akamizni ham, qolgan akalarimizni ham savollar yonida qabul qilsin. Oilalariga qoriy qurollar chiqsin. Qiyomatgacha chiroyli yashab o'tishini Alloh nasib etsin. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoatlaridan barchamizga nasib etib, shu jannatlarda barchamizga jamoatdan bo'lib mehmon bo'lishini Alloh nasib etsin. Amin. Rahmatga yo الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahami Parvardigor shu o'qigan tilovat Qur'onda hosil bo'lgan savoblardan odam alayhisalomdan tortib jamiyatga o'tgan payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam oila a'zolariga, farzandlariga, sahoba kirom, tobiinlarga, avliyolarga, Alloh o'tib ketgan olim ulamolarga ey Robbi, mana shu qo'l ochib o'tirgan barcha aka-ukalarimiz, Alloh o'tib ketgan avvalin va oxirin ota-onalarimiz, aka-opa singillarimiz, Alloh qo'ni qo'shni qarindoshlar, yor birodarlar
jamiki o'tgan Alloh mu'min va mu'mina, muslim va muslimalar Alloh shu o'qigan tilovatdan hosil bo'lgan savoblardan barxabar qilgin. Qabrlari yoriq, jannat bog'chalaridan qilib, Qur'on nurlari bilan nurlantirgin Alloh. Qolganlarga sabr jamila atayat. Ya Robbi, mana bizni o'zing shu ukalarimiz bilan, o'g'illarimiz bilan Alloh madidor ko'rishtirgin. Yurgizib bizni Alloh, turgizganingga Alloh o'zingga hamd sano, maqtov olqishlar faqat o'zingga bo'lsin. Shular ukalarimizni Alloh nima yaxshi niyati bo'lsa ya Robbi, o'zing niyatga yetkazgin. Tanajonlar sog' qilgin Alloh. Ömürlerini uzoq qilgin Parvardigor. O'zing qodir zotsan ya Robbi. Mana qancha yurtlarda, musulmon yurtlarda Alloh urush janjal qiynalganlar Alloh var Alloh. Shularga yengillik bergin Alloh. Sana sabr bergin Alloh. Butun ummatni Parvardigor bir-biriga biriktirgin Alloh. Qalblarini ochgin Alloh. Ömürlerini uzoq qilgin Alloh. Ota-onalarini, tanajonlarni sog' qilgin, bola chaqalarini, nevara chevarlarni Alloh nevara chevaralarni huzur havoda ko'rishga Alloh nasib aylagin. O'zingdan boshqa muhtojmagin Parvardigor ya Robbi. Mana shu xonadonni ham Alloh mana bizga bo'shatib bergan shu omonlar akamiz ham Alloh o'tib ketgan ota-onalari bor Alloh. Qarindosh urug'lari, qo'ni qo'shnilari barchalari Alloh g'aniy rahmat shoishda jannatsin Parvardigor. Mana yaqinlarida Alloh mana yaqinda qirsiq nimaga uchrab Alloh shu banisida yotibdi Alloh. O'zing ajrasi bo'lyapti. O'zing shifo bering Parvardigor. Dardni beruvchi o'zingsan Alloh, shifoni beruvchi o'zingsan. Ya Robbi, o'zing aytgansan Alloh, chin ko'ngilni Alloh qo'lingni ochib menga duo qilsang Alloh, qo'lingni quruq qaytargan uyalaman degansan Parvardigor. O'zing duo qilib qo'limizni ochib o'tiribmiz Parvardigor. Niyatlarimizga o'zing yetkazgin Alloh. Oqibatimizni hech qachon Alloh uzmagin. Bir-birimizga mehribon qilgin Alloh. Yana shunday o'tirishlarga Alloh sabab bo'lib mana ko'p o'tirib Alloh shu o'zingni zikringda, shukringda yurishga Alloh bizga nasib aylagin. Subhanallohi va alhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Va la havla va la quvvata illa billah aliyul azim. Ya Robbi, mana shu yerlarda xizmat qilgan aka-ukalarimiz bor Parvardigor. Shularni ham Alloh xizmatlarini oxiratga zaxira aylagin. Nima yaxshi niyati bo'lsa, niyatlariga yetkazsin. Bola chaqa, nevara, chevara orzu havasini ko'rsin Alloh. Butun ummatni biriktirib Alloh o'zing hidoyat yo'lini o'zing ochgin. Robbana innana amanna waghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Robbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على حوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك Rasul xursand bo'ldik ama sizlarni mana shunaqa inoqligingizni ko'rib Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa qilib zakansa shunaqa ketinglar. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ليلة دعاء الإسلام في جوابات. آمين. آمين يا رب اللهم اشرح yaxshi qilib ne'matlarni Alloh taoloning sabab qilishi yaxshi ne'matlarni inom qilgan Allohning yo'li insonlar bizlarga yaxshilik qilib bizlarni kunlarda shu do'stlarimiz shu do'stlarimiz aka-ukalarimiz hamma shu katta akalarimiz ham bizlarni dunyo shu xato kamchiliklar qiyin gunohlarimiz Allohning kechirgan bizlar oramizga oqibatda mehr-ulug'at Allohim bizlardan qo'ygan. Amin.
o'zing bizlarga Alloh jannat qo'ymoqni nasib qilsin. Assalomu alaykum. Allah. Kelsinlar. Yok, kolumda yorum. Dikkat edin. Anti kayu. Yaxshi, rahmat. Yonimda quloqda. Keyin ko'rishasizlar ularni. Keyin hozir ovqat yeb, yig'ishtirganda bemalol ko'rishib aylanasiz. Qanday bola bo'ladi? Rahmatlo, telefon qilasan deyapti. Keling, maqsad bo'ptimi? Sami. Mol so'q. Bitta obyektdagi qol shekliga. Zo'r o'dishi yo'q. O'tganda boraman. Ikki numara ham bo'ladi. Zo'r Ta'minman degan. yetadi, oladim. Siz aytganda, Bekar emas ekan, yavramda. Kim bekar? Tismonda.
So'kkanini. Yo'q, Bu so'kkanini. yoqqa kelganingizda Atasan, so'kkanini ko'rsin. Mol so'yibdi, so'ysam mol so'kadi. Yo'q. Bundan Ha. ortiq temizmi? Ha, yo'q. Endi eplab kelib oldi. O'zida ham ayb bordi-da, endi imkonlar ushlab qo'yiladi. Trechi sekin, trechi ishni bo'lib nima qilaman? Sekin, sen shoshilmaydi, pasdan shoshilib yuborasiz. O'rnayotgan ham bor. Ha, bor, mana shu kelganingizda baqirona qildi. Keyin boradi bu. qamatma. Mana. Yaxshi, bu ham hammani o'rni. Rahmat.